Assalomu alaykum bizning aziz kuzatuvchilarimiz. Tinib tinchimas Legends of Samarkand jamoasi izlanishlardan aslo to'xtamaydi. Sizlar uchun yana bir go'zal tarixga boy sirli obidalarimizdan biriga tashrif buyurdik. Samarqand yuragida bir muqaddas joy bor. U yerdan tarix nafas ufuradi. Bu joyda bir inson yotadi, hayoti davomida dunyoni titratgan, o'limidan so'ng esa abadiyatga aylangan zot Amir Temur. Ko'rib turganingizdek, bu G'ora Amir maqbarasidir. Bu joy shunday sirli ma'lumotlarga egaki, eshitib hayron qolasiz. 1403-yil Amir Temurning sevimli nabirasi Muhammad Sulton halok bo'ladi. Samarqand yaqinidagi eski qabriston joyi maqbara sifatida tanlanadi. Amir Temur bu joyga hashamatli qabrgoh qurishni buyuradi. Biroq oradan ko'p o'tmay o'zi ham 1405-yilda O'trorda vafot etadi. Maqbara 8 burchakli reja asosida barpo etilgan. Tashqi ko'rinishi nafis ko'k majolik bilan bezatilgan. 35 metrlik gumbazi Markaziy Osiyo me'morchiligining eng yuksak namunalaridan biridir. Peshtoqdagi kufiy yozuvlar, ichki bezaklardagi islimiy va girih naqshlar, ularning har biri Qur'ondan iqtibos, san'at va e'tiqod uyg'unligining timsolidir. Bu yerda 7 zot yotadi. Amir Temur, uning o'g'illari Shohrux va Mironshoh, nabiralari Ulug'bek va Muhammad Sulton, yana 2 kishi Temurning sevimli ruhoniy ustozi Said Baraka va yana bir nabirasi. Ulug'bek astronomiya asoschisi, Shohrux esa ilm-fan homiysi sifatida tarixga kirgan. Qo'shimcha ma'lumot sifatida shuni aytib o'tamanki, Said Baraka Amir Temurning eng yaqin maslahatchilaridan biri, sufiy olim, diniy yetakchi va ruhoniy murshid bo'lgan. U Xo'ja Ahmad Yassaviy tariqatiga mansub bo'lib, zamonasida donishmand pir, ya'ni ruhiy ustoz sifatida e'tirof etilgan. Taxminan 14-asr Termiz yoki Balx atrofida tug'ilgan degan farazlar bor. Tarixiy manbalarga ko'ra, Temur uni doimiy ravishda o'z yurishlariga birga olib yurgan. G'alaba va muvaffaqiyatlarda bu bir sifat insonning duo va ruhi bor deb bilgan. Bugungi kunda Samarqand shahrining Registon maydoni yaqinidagi markaziy hududlaridan biri Said Baraka nomi bilan ataladi. Bu ko'cha tarixiy va madaniy nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda qadimiy madaniy obidalar joylashgan. Turli ziyoratchilar va sayyohlar ko'p yuradigan maskan hisoblanadi. Said Baraka nomining o'zi yoshlarga ma'naviy ibrat bo'lishi uchun tanlangan. 1990-yillardan boshlab u rasmiy ravishda Said Baraka ko'chasi deb nomlana boshlagan. Siz ko'rib turgan idish va tosh bo'laklar Temuriylar davrida ishlatilgan amaliy va me'moriy elementlar bo'lib, ular G'ora Amir maqbarasining diniy, marosimiy va me'moriy hayotidan dalolat beradi. Ular bugungi kunda ziyoratchilar uchun qadimiy Samarqandning asl qiyofasini ko'rsatib turuvchi jonli guvohlardir. G'ora Amir Hindiston arxitekturasi, xususan Boburiylar saltanati maqbaralariga katta ta'sir ko'rsatgan. Humoyun maqbarasi va mashhur Toj Mahal aynan shu maqbara andozasida qurilgan. Bugun bu joyga minglab ziyoratchilar keladi. Har bir tarix, sadoqat va buyuklik ruhi bilan yuzma-yuz turadi. G'ora Amir bu faqat maqbara emas, bu bizning tariximiz, milliy g'ururimiz, o'tmishga bo'lgan hurmatimizdir. Har bir qoshin, har bir toshda bir saboq yashiringan. G'ora Amir, bu yerda vaqt to'xtagandek. Har qadamda buyuk tarixning nafasi bor. Bu joy yurakni jimjit qiladigan muqaddas makon. Ajdodlarimiz bu yerda duo qilgan, saboq qolgan, kelajakni orzu qilgan. Biz esa ularning izidan yurib, tarix bilan yuzlashamiz. Tarixga befarq bo'lmaylik. Yurtimizning har bir burchagida shunday betakror joylar yashiringan. Samarqandga yo'l tushsa, G'ora Amirga albatta kiring. Tarix sizni kutyapti. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'ling va o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.